Assalomu alaykum fazan ishqibozlari. Fazanlarimiz mana tomosha. Xonaki tabiiy fazanlar mana. Umuman odamdan qo'rqmaydi. Mana hovlida bemalol yuradi. Mana shu xo'rozchilar ham sotuvda bor mana. 300 ming so'm bu xo'rozlar. Mana o'rgangan xonaki. Mana odamning oldida bemalol yuradi. Bu katta xo'rozlar bilan Severniy Kavkaz bilan. Bemalol uyda hovlida yuraveradi bular. Hamma fazanlarimiz xonaki mana. Kimga qaysinisidan kerak bo'lsa, iloji boricha topib beramiz. Fazanlarimiz. Bu yosh jo'jalarni jupi bilan yosh hamki katta ham bo'ldi bular. Otasiga yetib bo'ldi. 600 ming so'm bularni jufti mana jupi bilan turibdi. Mana 600 ming so'm bular. Kavkazskiy fazanlar. Serebristiy fazan bular. Bular sotuvni to'xtatganmiz. Ana tepada setka yo'q, hech narsa yo'q. Bemalol qo'yaverasizlar, yurishaveradi. Zalatoylarimiz bor, o yurgan qizil. 200 dollardan bularni jufti. Buni yoshroq jo'jasi bor. O'ziga yetib bo'lgan, rang kirgani yo'q. Hali 150 dollar jufti ulardi. Bitta oq fazanlarimiz bor mana. 100 dollardan bularni jufti. Bemalol xonadonga qo'yib yuborib boqaverasizlar. Chiroyli bo'lib yurishadi bular. Buyoqda mana shuncha fazanimiz bor mana sotuvda. Sog' bo'lasizlar, hammalaringga shunaqa fazanlar boqish nasib qilsin. Mana Kavkazskiyda makiyonlar bular, yirik bo'ladi. Bular ham yaqinda otasiga yetib oladi bular ham. Bir oyda katta bo'ladi bular, ancha katta bo'ladi. Unga yetadi bir oyda mana katta xo'rozga yetib oladi. Mana shu jo'jalar.